yaxshi yeb qoldingizmi? Barakalla, hamma yaxshimi? Yaxshi bolajonlar, ertaga qanaqa bayram? 8-mart qanaqa bayram o'zi? Barakalla, onajonlar bayram. Onajonlarni tabriklamadingizmi hali? Yo'q. Hali tabriklamagan bo'lsangiz, bugun hammamiz onajonlarimizni tabriklaymiz. Onalaringizga biror marta yaxshi ko'rishingizni aytganmisiz? Aytganmisiz? Aytganlarim bor, aytmaganlarim bor. Hozir men onalaringizga telefon qilib beraman. Hamma onasini 8-mart bilan tabriklab va albatta o'zini yaxshi ko'rishini aytadi. Ha? Dildora eshitdingmi qizim? Qani? Alo. Alo opa. Sana. Assalomu opa. Alaykum assalom. Opa. Egam endi. Men sizni yaxshi ko'raman. O'g'lim men seni yaxshi ko'raman. Tabriklayman opa. Rahmat. 8-martlaringiz bilan. Rahmat o'g'lim, ko'p yasha. Katta yigit bo'lib, endi o'qishda katta yigit bo'lgan. Rahmat o'g'lim. Xo'p, yaxshi o'qi. Assalomu alaykum aya. Alo. Aya, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Soliha. Bayramingiz bilan tabriklayman. Rahmat qizim. Sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman qizim. Xo'p, yaxshi o'qing, xo'pmi? Aya, katta bo'lsam sizni hajlarga olib boraman. Bo'pti qizim. Xayr. Xo'p, yaxshi o'qing, xo'p? Hayır. Ustozingga ham rahmat deb qo'y. Xo'p, xo'p. Alo. Assalomu alaykum. Dada. Alaykum assalom. Dildora. Ayamga bering. Voy qizim. Aya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 8-martga tabriklayman. Rahmat qizim. Samarqandga olib borib qo'yaman. Katta bo'lsam. Ay, ustozingga ham tabriklab qo'y. Xo'p. Siz yaxshi ko'raman. Aya, sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman qizim. Xayr. Maktabga yetib bordingmi? Ha. Xayr aya. Bo'pti, mayli, yaxshi o'qigin qizim. Alo. Assalomu alaykum opa. Alaykum assalom. Qanday ular? 8-martlaringiz bilan tabriklayman. Rahmat, assalom. Meni shakar. Men sizni yaxshi ko'raman. Voy, assalom. Men ham seni yaxshi ko'raman. Katta bo'lsam hajlarga olib boraman. Xudo xohlasa. Assalom. Rahmat, assalom. Xo'p. Ana ustozing. Sizga. Ustozingga ber. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mazangiz yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat, o'zingiz ham bayramlaringiz bilan obcha. Sog' bo'ling. Bolalaringiz baxtini ko'ring. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Yaxshi. Yaxshi-da, obcha. Bo'pti, obcha, sog' bo'ling. Ha.
Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 8-marta. Alo, Islombek. Islombek senmisan? Alo. Alo. Islombek senmisan? Asalim, nima bo'ldi o'g'lim? Meni tabriklamoqchimisan? O'g'lim, tabriklaganing uchun rahmat. Meni baxtimga, dadang baxtiga, ayangi, akang baxtiga sog' bo'l. Seni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Meni yaxshi ko'rishingni bilaman, o'g'lim. Men sizni yaxshi ko'raman. Nima deysan, o'g'lim? Men sizni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman. Eng ko'p yaxshi ko'rishim bilasan, hammadan. Men uchun borlig'ingsan, o'g'lim. Sen omading bersin, o'qishlaringda Xudo xolasa yaxshi o'qishlarga kirish, sen rohating ko'rish bizga nasib qilsin, o'g'lim. Bo'pti. Mayli, o'g'lim. Yaxshi o'qigin. Xo'p, senga ishonaman. Alo. Javohir. Onamga ber. Onamga ber. Ustozinikidan. Ustozinikidan? Alo. Sakkizinchi marta. Men sizni yaxshi ko'raman. Voy, onasi aylansin, rahmat qizim. Yig'lama, yig'lama, qalam yaxshi ko'raman seni. Yig'lama, onasi. Ona qizim o'zingda. Katta o'zim hojiga umraman. Voy, onasi aylansin, rahmat qizim. Ona qizim meni. Aqlli qizim, dona qizim, rahmat qizim, katta qizim. Ustozingga ham rahmat de, ustozingga ham tabriklab qo'y, ona. Xo'p. Ona qizim, yig'lama, onasi. Bo'pti, rahmat. Xo'p. Atamizim, yig'lama, onasi. Assalomu alaykum. Sakkizinchi martiz bilan. Sakkizinchi martiz bilan. Sizni yaxshi ko'raman. Sizni yaxshi ko'raman. Alo.
Assalomu alaykum Alo. opajon. Alaykum assalom. 8-mart bilan tabriklayman. Voy rahmat, asal qizim, rahmat. Yaxshi o'qiyapsanmi? Ustozingga tabrikladingmi? Yaxshi. Yaxshi o'qigin. Sizni yaxshi ko'raman. Voy jon, men ham seni yaxshi ko'raman, asal qizim. Bo'pti, asal qizim, yaxshi o'qigin. Chekkadan keyin, xo'p? Bo'pti. Alo. Assalomu alaykum dada. Alaykum assalom oğlum. Nima gap, pilot? Opa kerakmi? Az benim. Opalar. Ana. Alo. Assalomu alaykum opa. Ulan nima bo'ldi? Sizni yaxshi ko'raman. Voy rahmat ulan. Katta bola bo'ldi, yaxshi o'qi. Amaliyotlarga amalga oshir. Biz ko'rmaganmiz. Rahmat ulan. Tabriklayman. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum ona. Alaykum assalom. 8-mart bilan tabriklayman. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Voy asal qizim, rahmat. Sog' bo'ling. Seni ham umring uzoq bo'lsin, qanday sog' bo'lsin. Yaxshi omon bo'lgin. Sizni yaxshi ko'raman. Yaxshi qiz bo'lgin. Ona, men sizni yaxshi ko'raman. Rahmat, men ham seni yaxshi ko'raman. Eng yaxshi ko'rgan qizimsan-ku. Umring uzoq bo'lsin. Baxtli bo'lgin. 5 bahoda o'qigin. Xo'p. Rahmat. Assalomu alaykum ayjon. Va alaykum assalom. 8-mart bilan tabriklayman. Voy asalim, rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. A? Umringiz uzoq bo'lsin. Nima dedin? Umringiz uzoq bo'lsin. Yo'q, aytganing kelsin. Salim, men ham seni Katta bo'lsam sizni hajrlarga olib boraman. aytganing ilohim. Rahmat bolam. Sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Ustozingga ham rahmat deb qo'y, xo'pmi? Xo'p. Rahmat bolam. Xayr. Hay. Alo. 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 Niman dedi? Xo'p. Men sizni yaxshi ko'raman. Jonim meni, o'zini dinlab turadi, qizim. Mana qizim o'tirdi. 8-martlaringiz bilan. Rahmat qizim, seni bayraming bilan. Xo'p. Bo'pti qizim, yaxshi o'qidi, xo'p? Xo'p. Xo'p. Assalomu alaykum aya. Assalomu
Assalomu assalom. Bayramlaringiz bilan. Rahmat, rahmat. Katta bo'lsam sizni qarshiga boraman. Rahmat, assalom. Sizni yaxshi ko'raman. 8-martalaringiz bilan. Rahmat, assalom, yig'lama. Rahmat, qo'ydim, rahmat aytib qo'y. Xo'p. Assalom. Mana rahmat. Ota. Men sizni yaxshi ko'raman. Sen yaxshi ko'raman qizim. Men katta bo'lsam sizni hajlarga olib boraman. Rahmat. 8-martangizni tabriklayman. Rahmat. Nega yig'layapsan qizim? Yaxshi ko'rganim uchun. Rahmat. Bukun ham yaxshi ko'rarkansiz. Sobirga tabriklab qo'ygan bo'lsa, rahmat deb qo'yish Sobirga. Xo'p. Asal qizim. Kattakon rahmat, Sobirga rahmat deb qo'ygan bo'lsa, Xo'p. Alo. Assalomu alaykum. Qanday? Yaxshi o'zing. Maktabga bormadingmi? Bordim. Qaqda turibsan hali? Maktabda. Tinchlikmi? Uni yaxshi ko'raman. Nega? Nega yig'layapsan? Uni yaxshi ko'raman. Voy, men aylanib ketaymi? Men seni yaxshi ko'raman oğlum. Katta yigit bo'ldin. O'qishlarga kirg'izaman, o'qitaman. Nega yig'layapsan? Katta bo'lsam majbur bo'laman. Ha? Katta bo'lsam majbur bo'laman. Voy, jo'nini asab, aytganing yig'lama, yaxshi o'qi, bo'pti? Rahmat oğlum, yig'lama. Assalomu alaykum opa. Berush, tinchmi qizim? 8-martangiz bilan tabriklayman. Rahmat, assalom. Yaxshimi o'qishing? Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat qizim, rahmat. Katta bo'lsin. Tabriklab qo'ygan. Xo'p. Sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman qizim. Xo'p, qizim. Katta bo'lsam hajlarga olib boraman. Xo'p, assalom. Ko'p qizim. Xayr. Xo'p, jonim, xo'p, mayli, xo'p. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kennoy yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Nazar yaxshimi? Shohjahon sizni yaxshi ko'rishini aytmoqchi edi-da. Ayt Shohjahon. Aytgan aytamisan boshqa paytimiz hozir aytmasin. Ayt. Ayt bu. Sizni yaxshi ko'raman ona de. Shohjahon. Shohjahon. Ayt, ona sizni yaxshi ko'raman de. Nereye apartasın? Sizni yaxshi ko'raman. O ne? Voy, men seni yaxshi ko'raman, oğlum. Vay. Rahmat oğlum, rahmat. Rahmat oğlum. Yaxshi o'qigin oğlum, omadli bo'lgin. Olim ma'lumotli bo'l oğlum.
Ustozingiz tabriklaymiz bayramidan, kelayotgan bayramidan. Bo'pti. Bo'pti. Onajon tabriklayman 8-martizmni umringiz uzoq bo'lsin. Hajlarga olib borib kelaman. Sizni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum opa. Sizni yaxshi ko'raman. Katta bo'lsam hajga olib boramiz. Telefon qilsam olmadingiz. Hayır. Och. Katta bo'lsam hajlarga olib boraman sizni. Rahmat bolam. Uyimning to'rini bezatgan onam, duolar qilishdan tolmagan onam, boringizga shukr deyman har safar, boyligim, borligim, sizsiz yagonam. Assalomu alaykum onajon. Alaykum assalom. Jannatim onam. Tabriklayman 8-mart bilan. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, baxtimizga sog' bo'ling. Har doim bizga bosh bo'lib yuring. Bo'pti, ko'rgach. Sizni yaxshi ko'raman. Bo'pti, aytganingiz. Xo'p, sog' bo'ling, hoji onam meni. Sog' bo'ling onajon. Mayli, bo'pti. Xo'p, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Yaxshi ko'raman sizni. Xo'p, onajon. Mayli, yaxshi o'tiring. Necha yaxshi? Voy, necha yaxshi kutibolaringizni? Charchab qolmadingizmi axir? O'zingiz?